Hamsi. Xorazmdan nimani so'rab kelganlar? Ya, Xorazmdan nimani qiziqadi deb o'ylamagandim. Hamsa yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yo, Xorazmdan. Aha. Nimani so'rab kelgan? Ya, jilmisiz Hamsa, nima o'zim ham kerak-ku. Ey, nima bor-ku? Nima kelgan? Sovchilikqa keldimmi? Ha, qizimni so'rab keldingizmi? Ha. Mayli, kiring. Baxti bo'ylaram. Baqaran. Mana mo'zasiz kim? Ha, meniki. Jannatim otam. Agar qizingiz olsam, siz tashlash mo'zani menga bera olmaysizmi? Zo'rakaning san. Tez. Gapir, nimaga kelding? Jannatim otajonim, qizingiz olmoqqa keldim, qulchilikqa keldimmi? Agar qizingizni bersangiz, hayotim ritmini tushib ketchap. Hammasi zo'r bo'lajak. Mayli, qizim berdim deylik. Qizimga to'ydan keyin nima berib bilasan? Men 33 million kredit olib beraman. Ana, keyin nima bo'ladi? Keyin to'lalmaydi, tayinasinikina kiradi. Do'st, men nito tushundingiz otajonim. Uyingiz ulla ekan, sizlar bilan yashayacakmiz, shuni aytmoqman men. Menga qarada uka. Hov, Yozda dublanka kiyursan, nimaga? axir hozir ketchaqda Monzada ketaman-ku, konditsionerda shamollab qolmang deyman. Monza saniki emas, meniki-ku. Endi qizingiz olgandan keyin otajonim, seniki meniki bo'lmaydi axir. So'ragan ayb yo'q, o'zi qaysi qizimni yaxshi ko'rasan? Menga umuman farqi yo'q. Sizni qizingiz bo'lsa bo'ldi otajonim. Ha, jiyan tushundim men seni. Senga hech qanday meni qiz bizim kerak emas ekan. Senga meni boyligim kerak, to'g'rimi? Ha? Menga qarada uka, beraylik. Ya otajonim, qo'lingizni olib turib, ish karavotdan pastga tushirib bo'lib qolaman men. Nimaga? Axir karavotdan yiqilsam yelim og'riydi-ku, yuring pastga tushing. Menga qara ukajonim, qimirdaman hay, men uruyinda xato qilmay hay. To'xtab turing. Yotingmay yotirib urasizmi? Yo, o'zani shuni aytib, o'zim tepaman hay. Olgan. Bo'lmaydi, berdimi? Bergani yo'q. Ha, yaxshi bo'ldi, bermagan. Bu yerda qizning nimasi ham yo'q-da. Nosi yo'q. Sochi yo'q, kal.